Audio ertak shirin palov. Hoy bolakaylar, palov yeysizmi? Achchiq chuchuk bilan juda ham shirin bo'ladi-da, dedi Salim aka. Palov maylida, achchiq chuchukni aytgin, hozir pomidorni qayerdan olarkin, deb hayron bo'lishdi ariq bo'yidagi tol tagida o'tirgan bolalar. Achchiq chuchuk so'zdan Qodirning og'zidan suvi ham keldi. Yeymiz, dedi lo'ppi yuzli tiyrakkina hakim birinchi bo'lib. Men moshkichirini yaxshi ko'raman, dedi Bahodir kitobini varaqlarkan. Hazil qilyaptilar, darrov palovni qayerdan oladilar, dedi yana birovi. Salim aka g'alati qilib jilmaydi. To'g'ri, hali juda ham tayyor emas, lekin hazili yo'q. Palov yeyishlaring aniq. Salim aka bolalarni ergashtirib, sabzavot ekilgan yerga olib bordi. Ko'rdilaringmi? Sabzi piyozlarni o't bosib ketdi. Kattalar g'o'za parvarishi bilan band. Qani azamatlar, bir o'toq qilib tashlangsizlar-chi. Sabzsiz palov, piyozdog'siz moshkichiralar bo'lmaydi. Bu yerni ertangacha o'toq qilib bo'lsalaring, indiniga pomidor orasidagi g'umaylarga ham hujum boshlab yuborasizlar. Bolalar Salim akaning hazilidan xafa bo'lishmadi. Ertasi kuni darsdan so'ng kim sinfdagi bolalarni polizga boshlab keldi. 2 kunda o'tdan nishoni ham qolmadi. Yoz kelib hosil yetildi. Bolalar Salim aka aytganidek sersabz palovni ham, piyozdog'li moshkichirini ham, mazali pomidorni ham to'yib yeyishdi. Bolalarning mehnati singari uchunmi, har qanday bularning mazasi juda bo'lakcha edi.